Sevişkenler yüreklerinde aylanadi qo'shiqlarimiz. Gullarni chiroyligini qaranglar. Do'stlar, kecha klipimiz chiqdi. Xabaringlar bor. Mana bir kunda 1 million ko'rildi. Zo'r. Kattagon rahmat muxlislarga. Qanchalik rahmat joni sog' bo'lsin. Mana shu narsalar hozir o'zlariga men aytaman, endi mana shu musofirliklarda yurgan paytim shu narsalarni Allohdan so'raganman. Allohning behisob shukr, shu ustozni ko'ngillariga meni o'zim yorib qo'yganim uchun ustozim uzoq bo'lsin. Bitta narsani aytaman, ustoz shaxsan men uchun endi bilmadim, qolganlarga shaxsan men uchun dunyoda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bo'lib qolgan. Joni sog' bo'lsin. rahmat. Oying ko'rdimi klipni? Ko'rdilar, yig'lab duo qo'ydilar sizni. Mana Tolib bilan gaplashib o'tiribmiz. Xursand bo'ldi. Mana prodyuser topibdi. Men o'ziga aytdim, senga bitta prodyuser kerak. Endi ozgina pullarga qiziqma hozir. Hozir faqat ishlaydigan payt. Eng ko'p yoshlar xato qiladi-da. Haligi jiddiy ishlamaydi, prodyuser bilan ishlamaydi. Adminni oladida, bu yog'iga faqat to'y bo'ladi deydi. Juda katta xato. Mana artistdan chiqqan ko'p san'atkorlar ham juda haligi noprofessional ishlashyapti-da. Bu narsani mahsuli bo'lmaydi-da. Va to'g'ri qilibsan. Boshida ham aytganman Tolibga, prodyuser topgan. Bu yog'iga endi jiddiy ishlagan. Kontrakt qilibdi mana. Klip ham olgan. Qachon klip? Yakshanba kuni xudo xolasa klip. Klip syomka qilyapti. Xudo xolasa. Malades. Duo qilinglar. Duo qilib turinglar xudo xolasa. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Undan bagi o'zingizni maslahatlar. Maslahat обязательно kontroldasan. Kontrolda. Noto'g'ri qilsang qulog'ingni shartda. Bo'ldi. Kesamiz. Uydagilaringga yoqdimi klip? Yoqdi, zo'r. Yoqdimi? Hammalari Qardoshlar. telefon tinmayapti. Xalqimizga juda ham yoqdi. Samimiy klip bo'pti deyishyapti. Meni ham nima tanishlarim yozib yotishibdi Telegramdan. Bo'ldi, endi duo qilinglar bu yog'iga. Xudo xolasa mana yangi kliplar qiladi inshaalloh. Va'da qilyapti. Xudo xolasa. Har oyda, bo'lmasa har 2 oyda bitta klip. Bo'ladi, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa. Ana qilish yo'q, kibrga berilish yo'q. Zvizdalik qilish yo'q. 3-4 yil ishlash kerak. Хорошо. Sog' bo'linglar. Men holimda gaplashib o'tiribmiz. Maza qilib. Sog' bo'ling. Joni sog'.